Assalomu alaykum. So'rashim boshlagan bugun 2008-yil Nexia 200 Forest'dan so'raganlar uchun kraskasi ondan pastda motor bloklari yangi qilindi. O'rtada katta balon, ayni ko'rsatilgan katta balon o'rtacha ba'zi temir balon. Ikki qaysi mana super konditsioner bor yo'q bilmadim, lekin holati juda yaxshi turibdi. Plastik ondan pastda katta bo'lasiz. O'rtada televizor qo'yamiz. Qanaqangi xudo xolasa mo'shamimizni doim ishladi mo'shamizda generalizmni nima desamizlar bo'ladi. Mo'shamizdan kelgan bo'lsa 2000 dollarda biz Jiguli sotib qo'ygan bo'lsani, bu mo'shamizni narxini bo'limini aytaman 2100 dollar bo'lsa Nexia'mizni qiziquvchilar uchun beramiz. Salomat bo'lamiz, kuzatishga umid qilaman.